Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan O'zbekistonda va dunyoda bo'layotgan so'nggi xabarlar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachalarini bosib qo'ying. Prezident doimo sizlarga eng yaqin ko'makchi bo'ladi. Mirziyoyev kichik va o'rta biznes vakillariga. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19-mart kuni kichik va o'rta biznes vakillari bilan sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish va rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan uchrashuvda muhokama qilingan dolzarb masalalar. Raqobatbardosh bo'lish, yangi bozorlarga kirib borish, standart yangiliklarga o'qitish, brend yaratish, startaplarni yuzaga chiqarib ko'paytirish uchun kichik biznes uyushmasini tashkil qilish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Kichik biznes bilan ishlashga mahalladagi hokim yordamchisi, mahalla bankiridan tortib banklar, bandlik vaziri hamda bosh vazir o'rinbosarlarigacha juda katta tizim safarbar qilingani ta'kidlandi. Mutasaddilarga, viloyat hokimlariga kichik biznes vakillari bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yib, ular ko'targan tizimli masalalarni tezkor hal qilib borish topshirildi. Davlat rahbari kichik va o'rta biznes vakillari bilan muloqot qildi, ularning fikr va takliflarini tinglab, mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. Yangi O'zbekistonning biznes salohiyatini oshirishda biz sizlarga ishonamiz. Bir narsadan ko'ngillaring to'q bo'lsin. Prezident doimo sizlarga eng yaqin ko'makchi, tayanch va suyanch bo'ladi. Sizlar yangilik qilishdan charchamanglar, men qo'llab-quvvatlashdan charchamayman. Shu maqsadda bugun muhokama qilingan sizlarning hamma taklif va tashabbuslaringiz o'rin olgan farmon imzolayman. Ushbu farmonning barcha yengilliklari bugundan qo'shimcha hujjatlarni kutmasdan to'g'ridan-to'g'ri amaliyotga kiritiladi, dedi Prezident. O'zbekistonda kichik biznesdagi kelgusi qadamlarni belgilab beradigan 5 yillik strategiya ishlab chiqilgani ma'lum qilindi. Bildirilishicha, buni xalqaro moliya tashkilotlari ham qo'llab-quvvatlab, yangi biznes yo'nalishlari bo'yicha ilg'or tajriba, innovatsiya, texnologiya va xalqaro standartlarni joriy qilishda ko'maklashishga, buning uchun hozirgi o'zida $470 million resurs ajratishga tayyor. Jumladan, Osiyo taraqqiyot banki moliyaviy ommaboplik dasturi doirasida kichik va o'rta biznesga $100 million, Yevropa tiklash va taraqqiyot banki yashil va innovatsion loyihalar uchun $200 million, Fransiya taraqqiyot agentligi ayollar tadbirkorligi uchun €30 million ajratmoqda. Uchrashuvda ushbu tashkilotlarning O'zbekistondagi vakolatxonalari rahbarlari so'zga chiqib, o'z fikr va takliflarini aytdi. Davlat rahbari ular vakillik qilayotgan tuzumlarga ko'rsatilayotgan ko'mak uchun minnatdorchilik bildirdi, hamkorlik yanada kengayishi uchun barcha sharoitlar yaratilishini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, mazkur uchrashuvda O'zbekistonning 15 ta tuman va shahrida barcha davlat idoralari tumanlar markazlaridagi bitta ko'p qavatli binoga ko'chirilishi, ushbu tumanlarda davlat idoralaridan bo'shaydigan 150 ta bino auksionda tadbirkorlarga taklif qilinishi aytilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.